Yo'ldosh qarishi homilaga xavflimi? Ha, agar yo'ldosh qarishi homilada gipoksiya bilan va homila rivojlanishini orqada qolishi bilan birga kechayotgan bo'lsa, albatta bu xavfli. Buni davolab bo'ladimi? Albatta yo'ldosh qarishini davolash mumkin emas, lekin qon aylanishini yaxshilab davolashimiz mumkin. Kalsinoz nima? Kalsinoz bu yo'ldoshda yig'ilgan tuzlar, bu yo'ldosh qarishini bitta belgisi. Doppler tekshiruvi nega muhim? Doppler tekshiruvida biz nafaqat platsentani, ya'ni yo'ldoshni ko'ramiz. Undan tashqari, bunda homilada qon aylanishini ham tekshirishimiz mumkin. Yo'ldosh qarishi tug'ruqni tezlashtiradimi? Ha, bu tug'ruqni tezlashtirishi mumkin. Yo'ldosh qarishini oldini olish mumkinmi? Ha, buning uchun sog'lom turmush tarziga rioya qilish, undan tashqari kerakli vitamin minerallarni ichish va homilada va onada qon aylanishini yaxshilash. Homilaning harakati o'zgarsa nima qilish kerak? Darhol shifokorga murojaat qilish kerak. Bu holda homilador ayol nimadan saqlanishi kerak? Albatta, bu holatda homilador ayol birinchi navbatda stress, vahima va undan tashqari kuchli infeksiyalardan saqlanish kerak va shifokor nazoratida muntazam turish kerak. Qaysi shifokor nazorat qiladi? Albatta, shifokor akusher ginekolog.